Aslida-chi? Kitob o'qishga ko'pincha harakat qilamiz, lekin uni oxirigacha tugatishga hammada ham toqat yetishavermaydi. Internetda esa soatlab, umrimiz daqiqalari shunday osongina o'tib ketaveradi. Kitob o'qigan inson kechagi inson emas. Kitob o'qiydigan kishilar hammadek bir xil fikrlashmaydi. Ular chuqurroq, o'zgacharoq fikrlashadi. Bugun biz sizga bir qancha kitoblarni tavsiya etamiz. Diqqat qiling. Men qattiq tavsiya qiladigan kitobim Harper Lining Mazaxchini o'ldirish romani. Bu butun dunyoda yaxshi ko'riladigan kitob. Ayollar juda yaxshi ko'rib o'qishi mumkin bo'lgan kitob, chunki ichida shunaqa hissiy lahzalari bor va bu yosh bola, yosh qizning tilidan hikoya qilingan bo'lib ham hazmi juda yengil, lekin juda zalvorli yuk ko'tarib turadigan kitob va dunyoning eng yaxshi 10 ta romani ro'yxati tuzilsa, katta ehtimol bilan bu roman kiradi. Ikkinchisi, shu kunlarda biz nashr etdik, William Goldingning Pashshalar hukmdori kitobi. Bu kitob ham o'sha dunyo darajasidagi bestseller va o'sha xos o'quvchiga mo'ljallangan kitob sifatida juda qadrlanadi. Uchinchi kitobimiz Pollyanna degan roman. Bu ko'proq o'sha ayollarga yoqadigan va foydali bo'ladigan asar. Bizda Chexovning Kuchuk yetaklagan xonim hikoyalari to'plami chiqqan. Faqat nomida xonim borligi uchun emas, o'zi yuksak saviyali kitob bo'lganligi uchun va oxirgisi hazmi biroz og'ir bo'lishi mumkin, lekin zamonaviy olmon tilli adabiyot namunasi Gianna Molinari degan yozuvchining Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin degan romani mazza qilib o'qiladigan kitob. Bu ham bugungi davrimizga, davrimizni voqeiliklariga yangicha nazar bilan, yangicha nuqtadan qarash imkonini beradigan kitoblardan biri. Shuning uchun tavsiya qilaman. Buni xoh ayollar, xoh erkaklar o'qishi mumkin va o'qigandan keyin grammda o'lchash mumkin bo'lsa, bir necha grammga boshqacha odamga, agar hujayralar shaklida o'lchaydigan bo'lsangiz, bir necha hujayraga boshqacha odamga aylantirish imkonini beradigan shunaqa salohiyatga ega bo'lgan asar. Ertaga emas, bugun boshlang. Keyinroq emas, hoziroq kitob o'qishni boshlasangiz, ertaga afsus chekmaysiz. Bugungi ayolonaning maslahatlari sizga yoqqan bo'lsa, unda yoqtirish tugmasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin.